2025-yilda xonadoniga sifatli qalin temir mahsulotlaridan tayyorlangan temir darvoza qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, arzon hamyonbop variantdagi juda ham chiroyli dizayndagi darvozamizni o'rnatdik. Videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum, Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa yana bir fayzli xonadonga chiroyli bir darvozamizni olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Bu darvozamiz reflonka listda yasalgan, har doimgi trenddagi darvozamizdan yana birini o'rnatdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring aziz yurtdoshlar, darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Shunaqangi sifatli, juda ham chiroyli dizayndagi darvozalar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, darvozamiz razmeridan boshlasak, ma'lumotini razmeri eniga 3.60, bo'yiga 4 metr razmerda bo'ldi. Darvozamizning asosiy stoyka qismi mana 8 ga 8 lik profil, 2 lik stenada bo'lgan va darvoza baquvvat turishida juda bir katta ahamiyatga ega narsa mana shu qovurg'a profillari, mana 2 etaji, 6 ga 4 lik, 1.7 lik stenali qora profildan foydalanganmiz. Darvozamiz aziz yurtdoshlar, reflonka listda bo'lgan, polni mana shumka holatga kelib, mana umuman bir ortiqcha tovush yo'q, juda ham chiroyli holatda bo'lib o'rnagan. Darvozamiz 1.3 lik listli darvoza bo'ldi. Reflonka listda bo'lgan darvozamiz aziz yurtdoshlar. Kraskasiga to'xtalib o'tsak, mokriy asfalt svetda, albatta xonadon egalarining zakaziga qarab kelishilgan holda chiroyli qilib tayyorlab berdik. Darvozamiz aziz yurtdoshlar, mana shu kletka joylariga, palasok joylariga nerjavika qo'yib, mana shu soplariga ham, ruchkalariga ham nerjavikalarni qo'yib, albatta chiroyli qilib yana bir darvozamiz ko'rkam sifatli chiqishini hisobini olgan holda mana shular yopishtirilgan, uncha rasxodga qaramasdan. Va darvozamizga o'zlaring ko'rib baho berasizlar. Albatta narxiga, materialiga, ko'rinish dizayniga yo'qsa bitta like bosib, albatta kommentariyada o'zlaringni bir qiziqtirgan savollarni yozib qoldirib o'tishlaring mumkin. Darvozamiz aziz yurtdoshlar, dastavka ustanovka ichida 1 kvadrat metri atiga 800 ming so'mdan olib kelib o'rnashtirib berdik. Mana shu zamoklari ham rossiyskiy zubel zamokda bo'lgan, 5 tadan kalitli rezinkalargacha qo'yib, mana ochib yopilishlariga o'zlaringiz baho berasizlar. Yengil ochilib yopiladigan holatga keltirib qo'ydik. Darvozamiz aziz yurtdoshlar, общий sommasi mana shu 3.60 ga 4 metrlik darvozamiz 11.200 ming so'mga kelib o'rnadi. Mana shu tepa 50 sm qismini havo aylanishini hisobiga lazerda chiroyli qilib shu piramid qismini guloydirib qo'yib berganmiz va mana shu ochiladigan holati darvozamiz 3.5 metr razmerga ochiladi. Hurmatli yurtdoshlar, shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, bemalol biz raqamlarimiz shu ekran ostida bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi qo'ldan arzon va sifatli qilib, eng muhimi mana shu dogovordagi materialni 100% qo'yilgan holatda O'zbekistonda qayerdan zakaz qilinsa, olib borib chiroyli qilib tanlagan darvozalaringni sifatli qilib aytilgan manzilga ustanovkalarni qilib beramiz. Hurmatli yurtdoshlar, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlarga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.